So'ragan. Yo'q. 6,5 bermagansiz. 6,5 ekansiz, bermay qo'shsa berasiz. O'zi, ha. Yosh qanaqa qo'zal, ha? Tishlarini olib qo'ying ket. Mana tishlar. Bozorda alda yuradi ko'p odam deydi. Sifati bilan. Arashan. Arashan emas bu. Edilboy. Edilboymi? Edilboy. Ha, Edilboy shunaqa bo'ladimi? Zo'r edi. Edilboy ekan. Qo'shqorlar so'rab ketamiz endi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yaxshi. Kim egasi sizlardan akalar? Mana shu qo'shqonlar aka chet. Qancha ekan narxi ular? Mana shu egasi bo'ladi. Egasidan 13 dan deyapmiz, 13 dan. 13 milliondan. Yosh qanaqa bo'lardi? Va ko'p bitta mana shu panji qolgan ishshak. Bu panji qo'yganlar shishak. 10 dan berasiz, to'g'rimi? Kelishamiz. Bozor qancha qildi? Optim bo'lsa berib boraveramiz. Ikkitasini olib 10 dan, ha? ketaman. Bir joyda. Bir joyda 10 milliondan o'zim beraman deb ishshak qo'shqorlar bitta kattaroq bor ekan. Biz qo'shqorlar. Egasini olib qo'yamiz. Egasi bu chekidak. Aka nomer ayting. 97lik. 97lik 130 130 0073. Toyirboy deb. 0073 Toyir akamiz qo'ylar ekan. Toyirboy deydi. O'smatdan. Mana shu O'smatdan bor, akamiz. men olmayman. O'smatdan. Egasi bu yoq bo'ladi. Kelishib O'smat akamiz kelishib beraveradi. O'tkirboy bo'ladi. O'tkirboy akamiz. Ikkalasi ashna ular yoki shelikda ko'p bo'lyapti. Yo'q, chalamiz. Bozorlarimiz bersin. Jizzax viloyati Paxtakor tuman mol bozoridamiz. Qo'ylar tomondamiz. Bugun sanamiz 22-iyul bo'ladi. Haftaning chorshanba kuni har chorshanba o'tadi. Qo'y bozor, mol bozor bu tomonda bozor sharoitlari yaxshi qilingan. Bemalol ko'rib olsangiz bo'ladi. Videoni o'tkazib berish yo'q, oxirigacha ko'ringizlar. Assalomu alaykum akamiz, hadam like bosadi. Har bozor kommentariy rahmat aka, yaxshimisiz? Zaparjanda olib qo'y. Zaparjanga like bosamiz. Sog'liq qo'yib, sharoit qilyapti sizga. Qanchaga qo'shqarchalar endi? Qo'zlarni 44 milliondan so'rayapti qo'zlar. 4 million. Ha, erkak qo'zni qo'yib. Dekaz qo'zlar ekan. Barakasi bersin. O'zim charchamayapsanmi? Yaxshi. Bo'lyapti. Mana shu qo'zlarning savdosi bo'lyapti-da. Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar? Bormisiz aka? Qancha bo'ladi savdo, yaxshimisiz? Tinchmisiz? Sog'inib ketdik. Ishdan qo'yib ketdi-da. Aka qancha bo'ladi savdosi? Egasi 6tasini 2800 dan qilyapti. 6tasi 2800 dan. Qo'shqar, ha? 6ta qo'shqar. Qo'shqar qo'zi. Akam terib olyapti. Juni kiymagan qoralar terib olyapti. Shuni kiymagan qoralarni terib olyapti. 2800 deysizmi? Bermayapsiz bunaqa, ha? Qancha deyapsiz? 33 dan. 3300 dan bo'lsa beraman deyapti egasi. Bozoringiz bersin aka. Akalar bozorlarimiz yurishib qolgan, savdo yaxshi bo'lib qolgan. Savdosi bo'lib ketgan, iloji boricha olishga qilamiz. Hay savdo so'raydi akalar, yaxshimisiz? Qo'zlar savdosi qilyapti? Sariqcha bo'lyapti. Qancha qilyapsiz? 3 million. Sariq. Qo'shqarcha, ha? O'zi qo'shqarcha 3 million qilyapti. 3 million akamiz bermayapti egasi. No qo'shqorlar. Aka qancha ekan bular narxi? 10 million kam bor. Yosh qanaqa ular? 2 yosh. 10 million o'tib berasiz, ha? Aka nomerni bering. 99lik 99lik 282 282 77 46. 77 46. Soni ko'p. Ha, soni ko'p ekan. Bor sheriklarda. 60 ta bor. Manzil qayerda? Jizzax Zomin 500 qishlog'ida. Zomin 500. Zominlik akalarimiz ekan. Bitta yana bor ekan. Kelishib bergan shak. Aka bozorlaringiz bersin. Neda qo'shqor savdosi bor. Qanchaga chiqdi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qanchada? 75 100 million bo'lgan. Tarozigami? Ha? Taroziga so'yibdi akamiz. Kecha mol sotdingizmi? Qancha ketdi? Ya u bo'lganini sotdim, boshqa mollar. 35 deb turibsiz, qancha deb turibsiz? Turib to'ydi. Bu qancha bo'lyapti qo'shqor? Buni beraversin. Buni 6,5. Mana bu odam uylar turib savdo bo'lyapti uyda.
3.700'dan bo'lyapti. Ha? 3.700'dan. Qo'shqarcha. Qo'shqarmi bular? Qo'shqarcha savdosi bo'lyapti. Ortada koyduğum doğru bu. İki bu, üç bu. Ortada en doğru ortada. Eng yaxshi o'rtadagi deyapti. Ular sal bundan sal pastroq deyapti. Bozorlarimiz bersang. Sog'liq qo'llarida savdosi bo'lyapti. Şunu bir marta izlab ko'ray. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qancha chiqdi? Qancha savdosi bo'lyapti? Uchalasın. Uchalasiz bir joyda. Qancha bo'ldi? Bilan 200'dan. 6 bilan 200'dan. Bo'g'oz emas bular. Bo'g'oz ha? Yosh qanaqa ulardi? Chori, 3-bolasi. Bu yana bolam bu. Yana bola qancha? Ichidan. Bola ichida 6 bilan 200'dan. Bu bo'g'oz ekan. Qo'z bu yerdan qo'zlar bor ekan, bu tomondan ham qo'zi bor. Faqat bular tetikroq qo'zlar ekan. Qancha ekan qo'zlar? Ha, sotyapsizlarmi? Agar sotyapsizlar sizlardan qancha ekan? 2 milliondan sotyapsizlar ha? Qo'shqarmi bu, sog'liqmi? Aralash. Qo'shqar sog'liq aralash qo'zlar ekan. Barakasizmi? Bulardan so'rab ketamiz. Bular qancha ekan aka, sizdanmi? Qancha ekan aka? 2700 milyon qilyapti. 2700 dan bir joyda. Qo'chqor sog'liq aralash. Shu bermaganingizga berasizmi? 2700 dan. Xudo xolasa o'rkab qolsa beramiz. Nomer ayting. 90lik 90lik 495 495 4323. 4323. Manzil qayerda? Kuyov boshida, Jizzax kuyov boshida. Ana akamizning qo'zilari. Aka bozoringiz bersin. Bu yerda hammasi sog'liq qo'zilar ekan. Qancha aka bular? Bozor qancha so'radi? So'radimi? Bozor so'radimi? Qancha deyapsiz? 2. 3.5 dan. 2.5 dan bo'lsa beraman dedi. Endi savdosi bo'ladi. Sog'liq qo'zlar savdosi bo'lmabdi. Echkilar yana olaman aka, yaxshimisiz? Yana olaman ular? 36 berilmayapti. 36 dan 3600 dan. 600 ga. Ikkalasini. 3600 ga bermayapti, ikkita yana bola echkini. Sog'liq qo'llarni sotib 4 million 50 dan. Yosh qanaqa bo'lardi? Yoshi tusoq chori panji. Tusoq chori panji aralash ekan. Bu echkimi aka bular? Ha? Echkimi? Qancha bo'lyapti echki? O'zi qancha so'rayapti? Hozir 16 17 harfi 1 bilan 600, 1 bilan 700 so'rayapti. Ke bozoringiz bersin. Echkilar ko'p ekan. Qancha bo'lyapti echkilar aka? 18 dan so'rayapmiz. 18 dan. Yana bolasi ham bormi ichida? Yo'q, yo'q. Yana bolasi yo'q. Yana bola qancha ekan? Buni yana bolami? Bozor qancha so'rayapti? 3.5 deb, 28 qilyapti. Ust berami? Sog'lig'imi, ha? Sog'ladi. Qancha ust beradi u? 1 litr bersa. 3 litr beradi. Yerini ko'rsatib qo'yik. Aka echki berdi, hammasi echkimi? Katta aka sizdanmi? Jahl chiqyapti. Bozor qancha so'rayapti? 1.5 dan. Savdosi bo'lyapti qo'zilar. Aka yaxshimiz qancha bo'ldi? Qancha bitdi endi? Qaysi biri bo'ldi? Bu kattasimi? Qo'shqarchami aka bu? Aka qo'shqarchami? Bu urg'achi. Sog'liq ekan, sog'liq qo'z. 2 millionga pullarni sanab baraka bo'ldi. Barakasi bersin.
Qancha bo'lyapti savdosi? Shuni savdosi bo'lyapti. Ha? 1 million. Qo'shqarma sog'liqmi? Qo'shqar qo'zi ekan. 1 millionga bermayapsiz. Ha, yaqin egasi. Bozorlarimiz bersin. Ana qo'zilar. Aka qancha bo'lyapti savdosi? 17 dan 17 dan. 1 million 700 dan. Qo'shqarma sog'liqmi ular? Hammasi qo'shqar qo'zi. 1 million 700 dan bermayapsiz, ha? Qancha deyapsiz aka? 19 bo'lsa, 1 million 900 bo'lsa beraman deyapti. Bu necha kunlik haftalik bormi? Haftalikmi bular? Haftalik bormi qo'zilar? Necha kunlik? Ha? 1 oylik. 1 oylik qo'zilar. Egasi so'ragan yaxshi. Qancha bo'ldi oldingizmi? Ha. Qancha bo'ldi? 48. Yasi 48 bo'ldi. Takar. 4 million 800. 4,5 million. Hay, ikkilar 4,5 qilyapsizmi aka? Qancha qilyapsiz? 4,5 deydi, so'rasi yo'q deyapti. Savdosi bo'lyapti. Yaxshi. Ya savdo. Bu qancha bo'ldi bu? Sog'liqchami? Yo'q, qo'shqar. Qo'shqarmi? 26 ham 2600 ga bermayman deb ekamiz. Aka bozoringiz bersin. Mana bozorda qora qosh unaqa yo'qolibdi. Suyumsi bor edi bozorda hali. Mollar kirib kelyapti. Qo'shqorchilarni 5,5 so'rayapti. 5,5 so'rayapti, bermayapti. Qo'zi qo'shqorlar. Savdosi bo'lyapti. Qancha qilyapsiz aka? Yaxshimisiz? 2,800. Sog'liqmi? Urg'achi sog'liq qo'zi. Keng aka bor-bor, rozimisiz? Aka bundan necha pul? Aka sog'liqmilar? Ha? Sog'liq erkak aralash. Bozor qancha qilyapti? Bor 28,5. Aka bozor qancha so'rayapti qo'zilarni? 3,5 milliondan. 3,5 million bozor so'rayapti. Yaxshi qilibdi-ku. Bozor 3,5 million so'rayapti, akamiz bermaydi. Qancha deyapsizlar? 4 kami bor. Bu chekidagi ina bola ekan. Ina bola qancha bo'ldi? 6,200. Yosh qanaqa enasini? Hali inasi. O'zi ekan. Kamzon bozorda. Sen nima qilyapsan? Qo'y sotyapsan? Ha? Yo'q, qo'y sotyapsan. Qancha qo'ylar? Ha? Qancha deyapsan? Savdo qilamiz. Bor baraka deymiz, o'tishamiz. Ha, qancha qilyapti? 3,5 million savdo bo'lyapti. Ha, ikkita to'qli sotilibdi. Pullarni sanab olyapti. 10 million deysizmi? Mana ko'p qo'shdi. Ikkita to'qli 10 million. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ikkita to'qli. Baraka toplaymi? Sotgan olgan barakasi bersin. Jon aka. Xayr. Shu to'qlilar. Bu qo'shqarmi nima bu bular? Sog'liq qo'zilar. Qancha bo'lyapti? Bermaysizmi aka? Qo'zlar necha puldan bo'lyapti? Savdo. 6,200 ikkita qo'zini, kattarog'ini. Ikkita kattani savdosini qilyapti. 3,100 dan mana shunda 3,100 dan so'rayapti. Savdosini. Ha, 28 ga 32. Barakasi bersin. Bu qo'zi qo'shqorlar. Qanchaga ham qo'shqorlar akalar, yaxshimisizlar? 5 milliondan kelishgan joyi bor, ha? Hammasi qo'shqor. Hammasi qo'shqor 5 milliondan kelishgan joyi bor. Akamiz bozorga endi kirib ketdi. Endi joylashtiryapti. Qo'ylar. Temni pullarni sanab beryapti.
3.100 dan. Hammasi qo'shqarmilardi? 5tasi sog'liq, qolgani qo'shqor ekan. 3.100 dan baraka o'tdi. Pullarni sanab beryapti. Akamiz obunachilarimiz har hafta kommentariy yozadi. Qancha chiqdi endi bu? Yaxshimisizlar? Yaxshimisiz? Chacha. Bova kelib turyapti. Ha, qancha so'rayapsiz? 38 dan bering deyapman. 3.800 dan so'rayapti ekamiz. Qo'yamiz. Qo'shqorlar. Mana qo'shqorlar. Egasi kim ekan? Sizmi egasi? Kim ekan egasi? Sizlardanmi? Aka sizlarmi bu? Egasi kim ekan? Tomoshabin. Egasi. Savdosini bilmaysizlar, qancha qilibdi? Qancha bo'lyapti narxi? Qo'shqorlar Jizzax Zomin 500. So'm 500 ni. Ascho'pon. Qancha bo'lyapti narxi? Narxlar 13 million, 14 million holatiga qarab. Katta kichik Kelishadigan joyi bor, ha? kelishadigan joyi bor. Uyda 200 ta sheriklari ham bor. 200 ta. Chista sari. Hozirda olib kelganmiz Tojikistondan. 200 ta sheriklari bor, kelaverasizlar. Mazkur nomerlarni qo'yib ketamiz. 93lik 871 4004. Mana to'niga bir e'tibor qo'yasizlar. Chista yaltiroq. Kashtan. Yoshi ishshak. Buni qo'shqor. Kelaverasizlar Jizzax Zomin 500 qishlog'iga. Kimga qiziq bo'lsa telefon qilaverasizlar. Shu qo'shqorlarimiz. Allalari bitta ham qo'ydi. Uyda ko'p ekan. Hamma tomoni zo'r.